Assalomu alaykum, hurmatli prezident, Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni. Bugun bu yuksak mukofotni sizning qo'lingizdan qabul qilib olar ekanman. Vatan himoyachisi bo'lish qanchalik sharafli burch ekanligini har qachongidan ham kuchliroq his qilmoqdaman. Siz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, bir necha yildan beri xalqaro musobaqalarda qatnashib, faxrli o'rinlarni egallab kelmoqdamiz. Shu jumladan 2025-yili Pokiston Islom Respublikasida o'tkazilgan Jamoa ruhi xalqaro musobaqasida jamoamiz bilan qatnashib, 12 ta davlatning 15 ta kuchli jamoalar orasida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Hurmatli prezident, yangi O'zbekiston armiyasining yosh harbiy xizmatchisi safida sizni ishontirib aytamanki, biz kerak bo'lsa vatan himoyasi uchun jonimizni ham ayamasdan siz tomonidan bildirilgan yuksak ishonchni oqlashga va'da beraman. O'zbekiston Respublikasiga, xalqimga, prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman.